Assalomu alaykum aziz muxlis. Makron va Starmer Zelenskiyni yana Trampning oldiga olib bormoqchi. Fransiya prezidenti Emmanuel Makron, Buyuk Britaniya bosh vaziri Kir Starmer va Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiy tez orada AQShga rasmiy tashrif bilan borishadi. Bu haqida Fransiya hukumati vakili ma'lum qildi. Makron, Zelenskiy va Buyuk Britaniya bosh vaziri bilan birga yana Vashingtonga yo'l oladi. Shu bilan birga Prima uchta siyosatchining AQShga tashrifi qachon bo'lishini ochiqlamagan. Qayd etilishicha, tomonlar ayni damda Amerikadagi tashrif buyurish uchun tayyorgarlik ko'rmoqda. Fransiya rahbari tez orada o'z ijtimoiy tarmoqlarida bugungi kunning muhim masalalarini jamlagan bayonot bilan chiqishni e'lon qildi. Ba'zi bir jurnalistlarga ko'ra, Makronning bayonoti doirasida ushbu tashrif haqida ma'lumotlar ochiqlanishi mumkin. Oldinroq Fransiya prezidenti Emmanuel Makron Buyuk Britaniya bosh vaziri Kir Starmer bilan birgalikda Ukrainada o't ochishni to'xtatish rejasini ishlab chiqqan edi va uning tafsilotlarini ochiqlagan edi. Fransiya rahbarining fikricha, agar Rossiya va AQSh o'rtasidagi kelishuvga erishilsa, Moskva birinchi navbatda Ukrainani sharmanda qilishga, xususan uni qurollantirishga harakat qiladi.